Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlarga 66 Nm Inco brendidan shurpa yo'rtimizni obzorini qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu shurpa yo'rtimiz ushlaydigan joylari, ya'ni ushagichlari yumshoq plastikdan qilingan, qo'linglar uncha-munchaga sirpanib ketmaydi. Undan tashqari 2 xil skoroskda 3 xil rejim bor, ya'ni udarniy rejim qo'shilgan va 13 mm patron kiritilgan. Komplektimizda ikkita 20 vatlik batareykasi bor hamda zaryadlagich bor. Zaryadlagich orqali bu batareykalarni 30 daqiqadan 40 daqiqagacha zaryadlab olsanglar bo'ladi. Undan tashqari 3 xil rejimga moslangan samarez hamda sverlolar kiritilgan va 3 xil razmerdagi bur qo'shib berilgan. Bu komplektimizning narxini $63 deb belgiladik va bu narsani olgan mijozlarimizga 16 talik Vatfo brendidan chemodanni bonus sifatida qo'shib beramiz. Chemodan keladigan bo'lsak, 30 santimetrlik o'lchagich, umumiy santimetr bo'lsa 40 santimetr. Tashqi 3 ta cho'nchida tashkil topgan va ichida kichkina narsalarni solish uchun tarelkamiz bor. Ichida katta instrumentlar uchun joy qoldirilgan. Xuddi shu modelimizni 55 Nm bor. Bunda ham bu bilan hamma komplektlar bor. Buni narxi $55. Bunga bo'lsa 13 talik Vatfo brendidan chemodanni bonus sifatida qo'shib beramiz. Bu mahsulotlarni o'zingizga olishingiz uchun direktdan murojaat qiling yoki pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.